Quva tumanida aholi murojaatlarini o'rganish, joylarda fuqarolar bilan bevosita muloqot qilish hamda mavjud muammolarni joyida hal etish maqsadida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu maqsadda Quva tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Farruhbek Usarov ishtirokida Toshg'ovuz mahalla fuqarolar yig'ini hududida sayyor qabul o'tkazildi. Qabul davomida mahalla aholisi o'zlarini qiziqtirgan masalalar yuzasidan murojaatlar bilan chiqishdi. Har bir murojaat atroflicha o'rganilib, joyida tegishli tushuntirish va amaliy yordamlar ko'rsatildi. Farruhbek Usarov fuqarolarning murojaatlarini faqat eshitish emas, balki ularni joyiga borib o'rganish va yechim topish muhim ekanini ta'kidladi. Shuncha yoshlarimiz bor. Ertaga ularni ish o'rin bilan ta'minlashimiz kerak. Shuncha opa-singillarimiz bor. Ularni ish bilan ta'minlashimiz kerak. Lekin kechirasiz, ish o'rin yaratmaydigan bo'lsak, qayerdan biz ish bilan ta'minlaymiz? Ish o'rin yaratish uchun birinchi navbatda tinchlikni, barqarorlikni, jinoyatdan xoli hududga aylantirib qo'yishimiz kerak. Sayyor qabul jarayonida aholining huquq va manfaatlarini himoya qilish, tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, jamoatchilik bilan hamkorlikni kuchaytirishga alohida e'tibor qaratildi. Shu maqsadda qabuldan so'ng bir nechta xonadonlarga tashrif buyurib, aholining muammolarini joyida ko'zdan kechirdi. Bunday uchrashuvlar aholi bilan muloqotni mustahkamlash, ularning ishonchi va roziligini qozonishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.